Dekabr oyi Umra ziyoratiga borishni niyat qilyapsiz, lekin plyus yetmayapti, do'stlar. Xudo xolasa Centrum Holidays kompaniyasi oldiga kelganman. Atya dekabr oyiga $950 dan Umra ziyorati narxlari deb e'lon qilishdi ekanlar. Xudo xolasa to'liqroq ma'lumotni olib beraman. Videoda o'tkazib yubormasdan bir dona like bosib, kommentariyaga omad yoki amin degan so'z yozib qo'ying. Inshaalloh tez kunlarda siz ham ota-onangiz bilan yoki o'zingiz oilangiz bilan borishni nasib qilsin. Abdulvohid aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. El xizmat bilan charchab qolmayapsizlar aka. Alhamdulillah. Anjolar sog' bo'lsin. Aka, dekabr oyiga katta chegirma qilyapmiz. Atya $950 dan reyslar qo'ydik uka. 5 ta viloyatdan reyslar qo'ydik. Bitta Vodiyda o'zidan emas, yoki Toshkent shahrida o'zidan emas. Samarqanddan ham, Toshkentdan ham, Vodiydan ham reyslar qo'ydik. $950 qilib yubordik uka dedingiz. Inshaalloh dekabr oyini 15-gacha bo'lgan sanalarini va undan keyingi ziyodtek nimalarni inshaalloh endi chiqarish harakati qilamiz. Katta ehtimol bilan yilning oxirigacha bo'lgan narxlar shu narx turishiga harakat qilyapmiz. Biz Centrum kompaniyasi bu ochilayotganda o'zimiz qaror qilganmiz. Inshaalloh narxni tushiramiz. Narxni tushirsak, ko'proq insonlar ko'proq boradi. Umra ziyoratiga boradi. Shu narsani o'zimizga nima so'radi? Maqsad deb qo'yganmiz, Xudo xolasa. Tanjonlaring sog' bo'lsin aka. Inshaalloh. Asha $950 paketda endi yoshi katta odamlar bor, bir xilgina telefon qilgani xijolat bo'ladi. Sharoitini bilish uchun ham telefon qilgilari keladi, lekin xijolatli bo'lishadi. O'shaning sharoitini ham bitta qaytib bersiz aka. Xo'p bo'ladi. Bizda har bitta viloyatdan 4 tadan haftasiga reyslarimiz bor. Ikkitasi Madina Munavvaraga uchsa, ikkitasi Makka Mukarramaga uchadi. Jiddaga uchadi. Ikkita reysimiz bo'lsa, ikki reysda ham Xudo xolasa Madina Munavvaraning ibodatlarini boshlanadi. Madina Munavvarada 3 kecha bo'lishadi. 2 kecha 1 kunduz bo'lishadi. Makka Mukarramada esa 11 kecha bo'lishadi. Madina Munavvarada 200 metr, 300 metr orada gastitsamiz bo'lsa, Makka Mukarramada esa 1,5-2 kilometr orada gastitsamiz bo'ladi. 1,5-2 kilometr. Malakali 50 yoshlarimiz, rasmiy 50 yoshlarimiz, diniy idoradan berilgan malakali o'ziman litsenziya 0014 Centrum Holdings kompaniyasi orqali berilgan litsenziya. Mana shu litsenziya $1 million turadi. Bu litsenziyani qoshida nimalar turadi? Qoshida mendan rasmiy 50 yosh olasan. Odamlar bordi keldi biletini aniq qilasan. Hammasi mana shu litsenziyaning ichiga qarorga kiritilgan. O'shuning uchun men ko'p aytaman, mendan ketasizmi? Sizga bu foydali video bo'lib qoladi. Juda ko'p aytaman. Faqat ketayotganingizda meni firmamdan, boshqa firmadan, qaysi firmadan bo'lishidan qat'iy nazar turli litsenziyasini ko'rib oling. Ertaga borib borganingizda sizga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. U qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin, u har bir ham muammolar. Mana o'tgan yillar qaysidir firmalar o'zingiz ko'rdingiz, 3000 ta odam aeroportga olib ketdi. Xor bo'ldi odam insonlar. Musulmonlar xor bo'ldi. O'zbekiston olib keldi u mana. Yurtboshimiz boshchiliklarda o'sha insonlar qaytib keldi. O'shuning uchun har xil insonlar va aldanib qolishdan juda ham xushyor bo'linglar. Bo'ldi aka. Saudiya Arabistonda 14 kun bo'lishadi aka. Xuddi shunday. 3 kun Madinaga, 11 kun Makka Mukarramada. Adagi ibodatlar, ziyoratlar hammasi to'liq to'kis bo'ladi aka. Xudo xolasa bo'ladi inshaalloh. Hozir bizning ijtimoiy tarmoqda qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya Federatsiyasida ishlab, yaxshi niyatda ota-onamni umra safariga jo'nataman degan do'stlarimiz bor. Ekranda nomerlar qoldirib ketsa, aloqaga chiqsa bo'ladi aka. Pastda nomerlar Telegram, WhatsAppda ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqsa, Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha, imkoniyatimiz yetgancha qulaylik qilib berishga harakat qilamiz. Bo'ldi. Ko'pchilik menga telefon qilib, firma tomonidan nimalar beriladi degan savol bo'ladi aka. O'shuncha firma tomonidan nimalar beriladi desam, oldimga olib kelib qo'ydingiz aka. Ro'sa yostiqcha ham beriladi aka. Bu mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqqanlarga, faqat bizda yuzimiz bilan ko'rgan insonlarga beriladi, nima? Agar boshqa Centrum Holdingsdan ketayotgan bo'lsangiz, masalan, hamkorlarda bo'lsa, unaqalarga berilmaydi. Rasmiy shu o'zimizdan ketgan. Mana shu yuzi bilan chiqyapman. Mana shu yuzim orqali ketayotgan insonlarga inshaalloh har bitta insonga bittadan beriladi. Undan tashqari nimcha va so'mka va bejik. Qaytilayotgandan keyin aka aytdingizki 5 litrdan zamzam suv bagajdan tashqari qilib beramiz. Firma tomonidan qilib beriladi deysiz aka. Xo'p, mashinasiga bitta aniqlik kiritib kelsa, jicha vaqtni, videoda vaqtni cho'zishga masalan, o'tib ketib qolyapti, to'g'ri shu narsalar. Ko'p tur firmalarda gapida yolg'on bo'lyapti. Juda ko'p firmalarda. Nimaga? Biz zamzam suvni hadiya qilamiz. Qur'onda hadiya qilamiz. Yo siz hadiya qila olmaysiz-ku, nima qilasiz yolg'on gapni? Mana zamzam suvni hadiya qila olmayman. Nimaga u yolg'on-da bu? Zamzamni ashi $1000 to'lagan ichingizda puldan olib beramiz. Olib beriladi. Ha, o'sha $1000, $950 to'layapsizmi? O'sha $950 ichida zamzam suvi ham qo'shilgan. Nima qiladi odam o'zini yolg'onchi qilib? Qur'on zavodiga olib bittadan Qur'on beramiz deydi.
qani Saudiya Qur'on bergan? Arabistonni U Saudiya Arabistoni bor o'zida Qur'on zavodini ziyorat qilib aylanganingiz hisobiga bitta Qur'on beradi-ku. Nima qilasiz? O'zingiz filmingizga yolg'on qo'shib. Undan ko'ra ochiq aytaylik, Saudiya Arabistoni beradi. Mana shu $1000, $950 desa biz ham olib beramiz. Biz beradigan bitta bonusimiz ochiq aytish kerak. Boshqa tur firmalar yo'q deb o'ylayman. Ya bo'lsa ham qanaqadir. Mana bo'yin bog'da biz qo'shib beramiz, rasmiy qo'shib beramiz. Bu narsani o'zimiz cho'ntagimizdan, sizni foydangizga ham va boshqasiga hisoblaganimiz yo'q. Cho'ntagimizdan mana shu kamera orqasidan ham turibdi, 100 dan oshiqroq. Undan ham ko'p ham chiqarib qo'yganmiz. O'zimiz cho'ntagimizdan mablag'ga chiqargan narsamiz. U yolg'on gapirib, men qilib beraman, u qilib beradi. U bo'lmagan narsa bu. U bundan ko'ra men ochiq aytaman, u ishni qilmaslik kerak. Yolg'onga qo'shmaslik kerak. Qo'shmaslik kerak. To'ppa-to'g'ri aka. Do'stlarimizga to'liqroq ma'lumotni olib berdik degan umiddamiz. Ekranda nomerlar aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video bo'ldi degan umiddamiz. Videoga like bosmagan bo'lsangiz bitta like bosib, yaqin do'stlarga tarqatib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men bor uzr qattiq gapirib yuborgan bo'lsam.